Alaykum aziz hamkasblar, hozir sizlarga men malaka oshirishda qanday qilib bitirgandan keyin sertifikatini yuklab olishni ko'rsatib o'taman. Birinchi mana shu yerdan Chrome'ga kirasiz va bu joyga online.edu.uz deb yozasiz. Yozganingizdan keyin mana bu shu birinchi chiqqaniga bosasiz. Bosganingizdan keyin demak yangiliklarga Telegramga a'zo bo'ling deb reklama chiqyapti va shu joyda endi mana bu odamchani bosasiz. Bosganingizdan keyin siz telefon raqamingizni kiriting deydi. Mana menda saqlanib bo'lib qolgan. Qaysi telefondan ro'yxatdan o'tgansiz o'shani va parolingizni kiritasiz va shu joyda mana necha raqam chiqadigan bo'lsa, shuni ya'ni arifmetik amalni bajarasiz. Kirishni bosasiz. Kirishni bosganingizdan keyin mana sizni profilingiz chiqadi. Profil chiqqandan keyin bir qator ko'rib qo'yasiz mana. Va bu joyni bossangiz mana bu joyda elektron portfolio degan ustunini bosasiz. Ya'ni mening profilim yakuniy imtihonga kelib turibdi, lekin siz elektron portfolioni bosasiz. Bosganingizdan keyin siz necha marotaba malaka oshirgan bo'lsangiz, o'shani sertifikatlari turibdi mana. Va eng so'nggisini mana shuni bosasiz ustiga. Bosib tursangiz skachat изображение degan yozuv chiqadi. O'zbekchada bo'lsa, rasmni ko'chirib olish bo'ladi. Menda ruschada ekan. Va shuni bosasiz. Bosganingizdan keyin avval saqlanib qilganim uchun yana shu faylni boshqatdan bir marotaba saqlanib qilaymi deb chiqyapti. Yana yuklab olaymi deb. Dani bosasiz va mana bu joyda ko'chirdi. Ko'chib bo'lgandan keyin открытni bossangiz, mana sizning sertifikatingiz demak ko'chiriladi va bu alohida bu yerdan chiqib ketsangiz, mana galereyaga kirsangiz ham, galereyada ham demak sizni mana shu nimangiz ko'rinib turadi, sertifikatingiz rasm shaklida. Endi PDF shaklida kerak deydigan bo'lsangiz, fayllarga kiradigan bo'lsangiz, ana shu fayllarning ichida demak sizni nimalaringiz saqlanib bo'lib qoladi. Mana dokumentning ichiga kirsangiz, shuning ichidan bemalol topib ko'rsangiz bo'laveradi. Telefonga saqlanib bo'lib qolgan bo'ladi. Xotirjam demak ko'rsangiz bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.